Mana uzum marketdan naushniklarimiz keldi, quloqchinlarimiz keldi. Bu qizimniki. Babat senikimi? Ochamiz. Nimaga shu joyda ochib olmadilaring? Endi ochyapmiz. Endi qabul qilmaydi. Bilmaganlar bilib olinglar. Uzum marketdan kelgan tovarlaringiz, buyumlaringiz nima olsangiz ham olib chiqib ketmasdan oching. Agar nimaiki aybi nuqsoni bo'lsa, uni qaytarib yuborasiz. Mana. Zo'r narsa ekan, ha? Bu anosimi? Zarachigimi bu? Ha? Avaylab ishlatsang, lobar avvalgisidek bo'lmaydi, qizim. Mana. Buni qayerga suqasan keyin? Zarachig. Buni qanday olamiz ichidan? Boshqasini upakovka qiling. Ha? Ha, manaki. Mana seni quloqchinlaring, qizim. Mana. Buyursin. Yaxshi kunlarga. Rahmat. Bu Muhammadga. Muhammad kim? O'g'irlanıyor. Kel qo'limda o't. O'zingga to'lataman lekin keyin. Oyligingni kutib bo'lsa ham. Bu meni o'g'limniki. Ochayli, sherni o'zida sindirib qo'ymaylik. Xo'p. Buni ham mana shu narsalarni agar o'zimiz sindirsak ham hozir qaytarib ololmaymiz-da. O'sha yerda olsa qaytarasiz birdan. Men yaxshi ko'rganim. Men kutganimdek. Buni zarachigi yo'qmikan, qizim? Mana. Rahmat, Uzum market. Hamisha vaqtida keladi va sifatli bo'lib yetib keladi.